Endi bu urushda Ukrainani qayta qurishda rizg'aldi vatandoshlarmi? Qayta qurishi nima kerak? Dollar kerak. Bu dollar nereden keladi? Bu xabarda Germaniya ovoz deb turibsiniz. Urushda g'alaba kel, uning kayindan keladi qarang. To'lam. Urush chiqimi. Urush chiqimi o'rinda to'lash masalasi. Demak, Rossiya mag'lub bo'ladi, bu to'lamni to'laydi. Shu pul bilan biz Ukrainani qayta qurib chiqamiz. Xalash. Yuqorqi ishlarning davomi vatandosh bugungi isloq 2023-yil 5-oyning 30-kuni haftaga seshanba. Urushda mag'lub bo'lgan Rossiya kelgusida Vladimir Putin mavjud bo'lmaydigan Rossiya bo'lib quriladi. Bilishimiz kerakki, bu nishon va tasavvurning bu jarayoni yerim yil ilgari degan dunyoda hech kim bunday nishonni belgilab boqqan emas, ham bunday nishonga asosan bu ishni tasavvur qilib boqqan emas. Bunday emas, balki bu urush boshlanish bilanlar, bu urushga yordam berayotgan davlatlar buni allaqachon ko'rib bo'ldi, allaqachon tasavvur qilib bo'ldi deyishga bo'ladi. Lekin Germaniya ovozi yuqoriroq fikr tutdi vatandosh. Kutmaganda yetib keladigan qaytarmajon. Kichik mavzu. Aslida kishilar Ukrainaning yer zemini qurg'oq faslga kirib kelgan vaqtda hujum boshlanishi mumkin-di deb kelishgan edi va shunday deyishgan edi. Chunki bor basli yolg'on o'tib ketgandan keyin Ukraina tuproqlari va zeminlarida bir quruqchilik yo'qoligi. Nima deydi Uyg'ur tilida buni qaranglar ko'raman. Birdamda unutdik vatandoshlar. Kechir Allah. Ölçülük, ölyağın ötüp ketkendiğin keyin yer tuproqda bir xil nem havodan xalos bo'ladigan shunday bir kayfiyat, shunday bir payt yetib keladi deydi. Shu vaqtda hujum boshlanib deyishgan edi deydi. Anglicha bo'lgan oraliqda Ukraina shu qaytarma hujum o'tish uchun bir yetarlik oziq-tulik. Ikkinchisi askeri odamlar yarador bo'lsa davolaydigan dori darmak. Üçüncüsü askeri odamlarga ham o'q, dori, qurol, yaroq kamchiligiga to'liqlash va to'liq qurollantirish. Va eng aqalli darajada mush 3 shart o'rinlanishi kerak vatandosh. Uning kayindan ondan o'lim yetimning azroq bo'lishini qo'lga keltirish bu muhim masala. Ukraina azimatlari, qahramonlarining bu o'limda, bu urushda kechiringlar, bu urushda azroq o'lishini, azroq yordar bo'lishini, o'lim yetimning az bo'lishini qo'lga keltirish. Bu har qanday qo'mondon, har qanday armiya qurilishini o'ylaydigan, urush maydonida o'ylaydigan birdan-bir ish. Mushularning hammasini bir planga kirgizish kerak deydi. Buning ustiga hozir Rossiya o'zi besib olgan Donetsk, Donbass degan bir oylarda taraf istikam qurdi deydi. Taraf istikam qurdi deydi. Ening ustiga hozir yo'lda mina, yer ostiga minalar ko'mildi deydi. Tanklar menish kerak deydi. Tanklar bu hujumda xalos bo'lish kerak. Buning choralarini izlab tepishib, buni planga kirgizish kerak deydi. Andan keyin deniz quruqliq armiyalari birlikda harakat qilish kerak. Ukrainaning deniz quruqliq armiyasi birlikda harakat qilish kerak. Bo'lmasa, tavakkalchilik bilan hujum qilishga bo'lmaydi dedi. Agar badal to'lashga to'g'ri keladi deydi. Bu yerda hozir Ukraina armiyasining 3dan 1 qismi NATO'cha qurollandi deydi. Butun qurollandi deydi. Yoki garchi hozirgi zaman urush saviyasi qurol yarab, texnik saviyasi jihatda Ukrainaning 3dan 1 armiyasi NATO'ning shaklida qurollandi deydi. Onun hava müdafiə sistemləri mesela Ukraynanın aylanma liniya hasıl qıldı. Mesela meyli Ukrayna Kiyip olsun, meyli Ukraynanın başqa cayları olsun, belki Rusiya besib olgan ziminlərin ətrafı caylar olsun, bir yerde müdafiə, hava müdafiəsi, yani başqa müdafiə şəkilləri bir aylanma şəkil. Nəyə basan müdafiə şəkli var, nəyə basan müdafiə istikamı bir şəkildə aylan dedi.
Hazır Rusiyaga qartib Rusiya armiyasi atadigan zembirak ve başka ok türlerinin uçup ütüş musafisi 125 İngiliz mili İngiliz ölçüm boyunca şu dereceye yettiydi. Ondan yarakta uçup baralaydigan musafirler raketalar ve zembirak okları tayyor bo'ldiydi. Adamsız aeroplanga uzun musafir yetip baralaydigan bo'ldiydi. Hazır Ukrayna muşunga ega bo'ldiydi. Hem uzun musafir yetip baralaydigan su astı parxodlarga ega bo'ldi Ukrayna deydi. Agar bu kuchga Ukrayna erishish mümkün bo'lgan 100 dona F-16 belgilik harbiy aeroplanni qo'shadigan bo'lsak, vaqt Ukrayna armiyasi mislsiz qudratga ega bo'ladi. Yoki mush urush jarayonida shunday qudrat, shunday kuchga ega bo'ladi. 100 dona kurashchi aeroplan F-16. Biroq deydi Germaniya ovozi, hozir bu F-16 bu aeroplanni haydaydigan uçqchi yetishmayotdi deydi. Bularni tarbiyalash kerak deydi. Buning uchun 2 ay, 3 ay vaqt ketadi deydi. Menimcha bu aeroplanni haydashga men harbiy odam emas, vatandosh kechirib. Bu aeroplanni haydashga o'rgatish, tarbiyalash, mashqlantirish 2-3 ay ichida tamom bo'ladi desa, men bunga tazishinamayman vatandoshim. Biroq hozir Germaniya ovoz deydiki, bu uçqchilarni, yotchilarni tarbiyalash uchun 2 ay, 3 ay vaqt ketadi deydi. Ukrayna F-16 harbiy kurash aeroplanga erishgandimi, ana yuqoridagi vaqt ketadi. Undaqda havo armiyasi birlikda qatnashgan qaytarma hujum navbatda boshlaydigan bo'lsa, bu sal baldirlik qiladi deydi. Demek bularni tarbiyalash kerak harbiy qismlarni. Endi eng oxirgi fursat yana bir mavzu. Bu eng oxirgi fursatni kim debdi desangiz, buni endi sen mubolag'alashtirib degandekmi debmi, shundaqmi tahlil qildim Germaniya ovozi. Bu eng oxirgi fursat degan gapni Chexoslovakiyaning prezidenti, Ukrainaning prezidenti Zelenskiy debdi. Bu degani en oxirgi fursat qaytarma hujum uchun. En oxirgi fursat Ukraina ve Ukraina armiyasi uchun. En oxirgi fursat balki en oxir g'albini qo'lga keltirish uchun deydi. Ikkinchi qatim meni qaytarma hujumning ahamiyati bo'lmaydi degan yerga elib ketdi Chexoslovakiyaning prezidenti. Chexiyaning prezidenti Zelenskiy shundaq debdi. Shunga ham Germaniya ovozi mushu so'zni elib bugun bu tarqatgan xabarga bir kichik mavzu qilib qo'ygan gap vatandoshim. Bu qatimki qaytarma hujumning ahamiyati intayin zo'r deydi xabarda ya maqolada. Germaniya ovozini oldi bilan bundaq zo'r ko'lamli qaytarma hujumni tashkillash va bir qancha takrorlash, ya'ni bir qancha qatim takrorlash qiyin deydi. Chexiyaning prezidentining ovozini nima so'zini yaqinlayotdi. Sen bugün teşkil edin, oldu bir katım gitti, bir katım yok fırsat, ikinci katım yok Ukrayna. Bu kıyın, bu teşkilleş kıyın. Çexiya prezidenti, Ukrayna prezidenti Zelenskiy aytgan fırsat Ukrayna'nın en ahırkı fırsatı. Bu sen qattiqroq aytgan bo'lsa-mu, lekin yaqinda yuz bergan qaytarma hujum buningdan keyingi Yevropa ittifoqining bexatarlik vaziyatini va dunyoning qisman vaziyatini belgilaydigan bir hujumda. Yalnız vatandaş, hem dünyanın vaziyatini belgilaydi. Ukrayna başlaydigan qaytarma hujum. Hem Ukrayna'nın g'alabasini belgilaydi, Yevropa'nın g'alabasini belgilaydi, Yevropa'nın vaziyatini belgilaydi. Her g'arb lagerining buningdan keyin qiladigan xizmat va ishlarning vaziyatini belgilaydi. Mushaqatimki Ukrayna başlaydigan qaytarma hujum.